Fadilati salovat aytish payg'ambarga. Agar istasang hamma gunohing to'kilsin, payg'ambarga salovatni ko'paytirgin. Tirmiziy rivoyat qiladilar bu hadisni. Bu hadis Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhudan. Ubay payg'ambarimizga aytgan ekanlar: "Ya Rasululloh, men kecha tarafdan namoz o'qiyman. Keyin duo qilaman. Duoyimga 3dan 1 qismini sizga salovat o'qiyaymi?" Payg'ambarimiz aytgan ekanlar: "O'zing bilasan, yarmini qilsang behtar." Ubay aytgan ekanlar: "Hay, yarmini sizga salovat o'qiyman." Payg'ambarimiz aytgan ekanlar: 3dan 2 qismi ko'proq. Ubay aytgan ekanlar: "Hay, unaqa bo'lsa, hamma duoyimni sizga salovat o'qiyman." Bir misol beraman, hatto bu hadisni yaxshi vodih bo'ladi sizlarga. Misol shuki, Ubay 15 daqiqa duo qilmoqchi ekanlar. Shunga payg'ambarimizga aytdilar: "Men 5 daqiqa sizga salovat o'qiyman, 10 daqiqasini duo qilaman." Shunga payg'ambarimiz aytdilar: "Shuni 5 daqiqa qilma, yarmini qilgin. 15 ni yarmini qilgin. Yarmini qilsang behtar." Ubay aytdi: "Hay, yarmini sizga salovat o'qiyman, yarmini o'zim duo qilaman." Keyin payg'ambarimiz aytdilar: "Shuni yarmidan ko'prog'ini qilsang behtar, ya'ni 10 daqiqa menga salovat o'qigin, 5 daqiqa o'zing talab qilgin duoingni." Keyin Ubay aytdi: "Ya Rasululloh, hay unaqa bo'lsa 15 daqiqani hammasini sizga salovat o'qiyman." Vaqtiki shunaqa deganlaridan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam javob berdilar: "Agar duoingni menga hammasini salovat qilsang, Alloh taolo gunohingni hammasini kechiradi." Va ya shunga o'xshagan so'zni aytdilar sallallohu alayhi va sallam. Bu misol o'z oldimdan edi, hatto hadisni tavdih qilishlik uchun.